O'z buning вообще silabiku bo'lmaydi. Qiz bolanicha esda qoladigan narsa qilish kerak. Ha, nima qildingsan? Qara, men begona qizni qo'liga mana shu uzib berayotgan bo'laman. Keyin отказ qiladi. O'sha uzuni qo'lingga beraman-da, короче, необычный qilib tursan, o'zing qizingga berasan. Qarabsanki, gul bo'lyapti hammasi. Bo'ldi, bo'lmasa bitta qiz gaplash. Qiz? Nechtasi ham yotibdi hozir. Qara, merimi qilishyapti. Yur ko'ramiz. Qo'ysizchi. Ha, yur. Va, qiz hozir отказ qilsa zo'r bo'larmidi? Siz ham yana mana shunaqa dishuvli merimi qilib yurmang menga. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman? Yo'q, rozi bo'lishingiz kerak emas, отказ qiling. Nimaga? Yo'q, roziman. Roziman. Yo'q, yo'q. Roziman. Sizga yo'q deganman-ku. Bering deyapman sizga. Men rozi bo'ldim. Sen bilan bunaqa do'gur bo'lmagan. 8 yil. Albatta o'zingni bos ketmang. Men rozi bo'ldim, roziman. Nima basharing kalla qo'yib yuboraman hozir. Hech aralashmasangizchi. Qo'chi. Baxtli. Men o'sha Siz ham bu o'rasiz. 29 yil kutdim. Taqing. Bu. Men buni qo'liga o'zi taqvasiz. Yo'q, sen noto'g'ri bo'lsa tushuntirib beraman. Nima tushuntirib berasiz? Siz bu yerda xiyonat qilayotganingizni. Menga qara, oddiy merimi qilib yuborsam bo'lardi-ku. Ani qiz parod qilishim qattan bilaman men ham. Jonim ketadi.